Assalomu alaykum. Men O'razaliyeva Shahlo. Mavzuyimiz oddiy kasrlarni o'rganish metodikasi. Bu mavzuni aqliy jihatdan nuqsoni bo'lgan bolalarga o'rgatish birmuncha qiyin hisoblanadi. Buni o'rgatish uchun asosan ko'rgazmalar asosida amalga oshirib borish kerak. Birinchi navbatda oddiy to'rt usulda foydalanishni ko'rsatdim. Sababi u to'rtni bir kusogi qancha bo'lishi, masalan, yoki bo'lmasam 4dan 1 qismi, 3dan 1 qismini kasr usulida o'rgatish bolaga o'rgatishga ancha osonroq bo'ladi. Bolaga bularni o'rgatish uchun ketma-ketlikda hammasini birma-bir tushuntirib borish kerak. Ularga oddiy tushuntirish yetarli bo'lmaganligi uchun ko'rgazmalar asosida qayta-qayta tushuntirib borish zarur. Va buni doskada o'zlari tushungan narsasini ifodalashni o'rgatdim. Keyingi bosqich ulushlarga ta'rif. Butun, chorak, yarim chorak, nimchorak kabi butunning bo'laklarga ajratilganligini o'rgatdik. Ya'ni bitta to'rtburchagimiz bir butun, uni 2ga bo'lganimizda yarim, 4dan 1 qismi chorak, 8dan 1 qismi esa nimchorak. Buni kasr ko'rinishida yozilishlari, qanday tartibda yozilishlari hammasi birma-bir tushuntirildi. Bolaga buni tushuntirishda bir marta tushuntirish yetarli bo'lmaydi. Bu narsani takror va takror tushuntirib borish zarur hisoblanadi. Shu bilan birgalikda kasrlarni tushuntirishda ko'proq hayotiy misollardan o'rgatish to'g'ri keladi. Ya'ni oddiy non yoki olmani bo'laklarga ajratib, uning bir bo'lagi qancha, 4dan 1 qismi qancha, hammasi kasr ko'rinishida yozib tushuntirilsa, bolaga ko'proq tushunarli bo'ladi. Sog'lom bolalarga ham, aqliy jihatdan intellektual buzilgan bolalarga ham barchasiga kasr sonlarni tushuntirishda birinchi navbatda hayotiy misollardan tushuntirib, shu bilan birgalikda ko'rgazmali vositalardan foydalangan holda tushuntirilsa, bolaga ancha tushunarli bo'ladi va bu bola mavzuni to'liq yoritishga yordam beradi.